Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, jidal majra o'ksimeydigan oilada o'sgan bolalarmi yaxshi tarbiya ololmaydi. Er-xotin kunlab, hatto oylab bir-biriga mayda atib yursa, bolani tarbiyalash, kutish va boshqarish ishi bir chetga qayrilib qoladi-da, bolaning ruhi tushkunlashib, zehniy quvvati ojizlab ketadi. Ota-onalar bir-birini afsona so'zlar bilan tillasa, bolalar bu afsona so'zlarni o'rganganning ustiga ota-ona mushundoq ishlar o'xshaydi degan yomon ta'siratni olib qoladi-da, bolaning otasi yoki onasiga bo'lgan turmushi o'zgarib, mehri ko'tarilib ketadi. Bundaq oilada cho'ng bo'lgan bolalar og'iz yomon, adabsiz, odam tilliq bo'lib qoladi.